uyda kech-kecha o'tirib nima qilding? Buncha pishilisan? Sanda ovqat hidi kelyapti. Tuqqaningdan beri semirib ketyapsan. Hey. Aylan. Kechqurunga qilgan ovqating shumi? Madaniyat yo'q. Aynan shu gaplar oxirgi paytda juda ham ko'p bizning ayollarimizga nisbatan ishlatilyapti. Turmushga chiqayotgan qizlar turmush qurganimdan keyin bo'ldi, men ertaga tushaman, romantika, boshqacha hayot kechiraman deb o'ylaydi. Lekin ming afsus, ana shu so'zlar slovar boyligida juda ham ko'p erkaklarda bor va turmush qurgan qizlarga nisbatan ana shu so'zlar juda ham ko'p qo'llaniladi. Shuning uchun hurmatli erkaklar, ana shu ovqat hidi kelayotgan ayolingiz sizni uyga kelganingizdan keyin shirin, issiq taom bilan ovqatlantirmoqchi bo'ladi. Yoki ana shu semirib ketayotgan ayolingiz birinchi navbatda sizni o'ylab, sizga sog'lom zurriyot dunyoga keltirishga harakat qiladi. Siz ayolingizga qilayotgan munosabatingizni vaqti kelib qizingizga nisbatan qilasiz. Siz o'zingizni qanday his qilasiz? Uyim buzilsa men ham qarab o'tirmayman.